Uchun zo'r taklifim bor. Deylik siz agar imoratingizni hozir fasadi bitgandan keyin nish bo'lar ekan, nish ko'rinishga keladi ekan desangiz, siz uchun zo'r bepul taklifimiz bor. Siz bizga direkt uyingizni rasmini tashlab berasiz. Kommentariyada house fasad deb so'zini yozib qoldirasiz. Deylik sizni imoratingiz hozir holatida shunday turishida bo'ladi, to'g'rimi? Bize size fasadi bitgandan keyin injiniy holati kelishini chiqarib beramiz. Bu bir mijozimizniki, bu meni yana bir mijozimizniki, fasadini hozirgi turgan holati. Bu esa yana fasadi bitganganiki holati. Xolasangiz landshaftlar bilan polni hammalar nish bo'lishini hammasini ko'rsatib beramiz. Uning uchun siz aytganimdek direkt rasmni tashlab berasiz. Kommentariyada house fasad degan so'zini yozib qoldirasiz. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar. Videoni donish bilishlarga harakat qilinglar. Kim shunday xizmatlarini bepul istasa, bizga obuna bo'lib, direktda rasmini tashlab, kommentariya house fasad deb yozib qoldirasizlar. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar.